somsani kuydirib qo'ydim. Bu ham Qur'onga o'xshaydigan parhezni somsadir balki. Ixvatdan qilib. To'g'ri qil deb aytolmaysanmi shuni? To'g'ri qilsang bo'lmaydimi shuni? Ha, johil kuyov, qizimni qo'lda ishlatgan yetmaganda yana qo'ylayapsizmi? Yo'q, kelishib olinglar. Men johilmanmi, xotin qulimanmi? Onajon sizga tilla. Ye, meni o'g'lim tillada ko'rdingizmi xudo? Tug'ilgan payt tillavoy qo'yamiz deganmiz. Lekin otasi turib olgan Temirjon qo'yamiz deb. Mayli, nima bo'lsa ham ko'rdingizmi xudo? Ye, nima u? Kelinizga 5000 ga bitta alyuminchalik olgandim-da. Hey, bu temir emas, zanglagan tunuka. 30 yillik onangni 4 kunlik kelinga almashtirdingmi, ha? Xudo, o'g'li jimot-ku. Sizdan so'rag'siz qizimga bitta cho'pa cho'psam ham bera olmaydi. Hey, latta. To'xtang, kelishaveraylik. Men lattamanmi, jimotmanmi? Yo, odam uylangandan keyin ikki xil ko'rinadimi? Men yuzing birini artib ol. Shuni kelin aytdi. Ha? Hammani olti romantika qilamiz deb. Onangni davolanasi osh bo'lsin dedi, ha? Ha, ko'rib qo'y, qanday qizingni do'qisini olyapman deganingizda bu, ha? Bo'ldi. Sabrim kosasi emas, tog'orasi to'ldi. Ha, xotiningni eplolmay endi shu yo'lga o'tdingmi? Boshqa yo'l qoldirmabsiz-ku. Qizimni shuncha qiynaganingiz yetmaganda yana beva qoldirmoqchimisiz-ye? Haq azoblardan qiynaldi jonim,